Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah emme ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz el-meşhedul evvelni tugutib o'tdik. Bundan oxirlashdik. Endi keldik kitobninki el-meşhed es-saniga. Yani ikinci perde, yani ikinci sahne, yani ikinci görünüşten ne desek oldu? Muhimi ikinci mezmun. Birinci meşhedde qaysi noktani chiqish qilib turib, gapni boshlagandik. Birinchi qilib masalani tahlil qilishimiz kerak, masalani bilishimiz kerak. Gap qilishdan ilgari, ish qilishdan ilgari bilib bo'lib, ondan keyin atlanish kerak. Yani bilmasdan qadam qo'yib, ya ish qilayotganlar o'zi tushunmagan, o'zining ahvolini, o'zining nadaligini, nima ish qilayotganligini yoki boshqalarga tushundirish to'g'ri kelsa-mu, tushundirilmagan bir ahvol nurg'un masalalarni egiz pas qildiganligini. Ya'ni qilayotgan ishimizningki boshdan oxir ahvoli nereden nagacha, nishon qaysi, qadam bosqichlar qaysi, bu qadam bosqichlarni ro'yobga chiqaradigan vositalar qaysilar degandek mush nuqtalar nihoyat aniq bo'lish kerak deb mushni cho'rdab turib misollarni ko'rib o'tgandik. Endi ikkinchi sahnada, ikkinchi ko'rinishda islomiy uyg'onishninki, islomiy gullanishninki yoki islomiy quritilish deb tursak bo'ladi, maskalar bu. İslami uyg'onishninki büyük asas cho'ng turtki sabablari. Yani nima sababingiz var, nima bahanangiz var? Birisi nima uchun bu ishni qilsa desa, ko'rsatadigan sabab. Nima uchun bu harakatni boshlaysiz, bu planni boshlaysiz desa, ko'rsatadigan sabab. Tam sabab nima? Mushu bek muhim nokta. Sizlarda bakma nimişke ihtiyacımız var bizden. Yani nime üçün bu şekilde plan kılıp, bu şekilde hareketke atlanıp, nurga adamның belki hayatı bununla bedel süpütüdü, tölünüdü. Nurga adamның qeni, nurga adamның jeni, nurgun iqtisat, nurgun energiya, nurgun güç bununla sarf kılınıdı. Nime üçün? Nime üçün deydiğen bir sual kılınıdı. Aşu del ikinci meşhedninki çoğun temisi el-bava'iz el-kubura. Biz muşunu teyip çıkımız deydi. El-meşhedur rahin. Bu meseleye qarta. Dikkat kılsanız kitap her bir temini meşhed süpüdü ortaya koyuyordu ve şu teminin nöbetteki ehvalini el-meşhedur rahin diyen temi aslında ortaya koydu. Yani nöbetteki bunun qarta bizden göz karşı. Hazırki nöbetteki ehvalimiz diyen noktada. Ta'uccu sahatul fi'al في المجتمعات الإسلامية بالكثير من الحركات والتجمعات بل والأفراد الذين يعملون لإحداث نهضة إسلامية حقيقة في مجتمعاتهم. نurg'unlagan بالكثير hareket ve yığılışlarda İslam cemiyetlerinde iş sahası kanala götürülük, tuşup getirlik. Ta'uccu diyen gap. Mesela bir öyde şu 10-15 adam kirse tuşuduğun bir öyge 10-15-20 adam kirip ma öyünün içinden toşup ketkeni. Türkçe ifade etsek hemen abdan düşünürsüler bu öyleyme kalabalık da koyduk. Yani kalabalık olup ketkeni acca ya'uccu şekilde ifade edildi. Yani toşup getirlik. Belki özürününki cemiyetlerde hakiki İslam güllünüş peyda kılışın hizmet kılatkan şahslar bilen toşup ötekliyiz. Zaten aramızda kaysemiz bir cemiyette özgürlük peyda kılışını oylamayımız hem de. Çünkü hem öylenden kalırsa nöbetteki cemiyetin bir narazılığımız var. Bu cemiyetten başka bir cemiyetki özgürlüğünü halaydıgan tarafımız var. Normalde manda olup kalkan olsa, mesela değil, üzden dövültü var, üzeri razı olduğun bir cemiyet iyi bir puhra olsa, bu puhra bir çok özgürlük peyda kılışını oylaşmaydı. Qana qılıdı? Özünün bir kişilik töhbüsüne koşup hayatı da ketidi.
Yoki shuni o'ylaydi. Ammo bizning unda emas. Bir kişilik töhbeye qo'shib ketgimiz yo'q. Yaşayotgan muhitimizni tamamen o'zgartgimiz var. Ko'nglimizdagiga o'xshash, ya'ni ko'nglimizdagi bir istikimiz var, bizning bir xolishimiz var. Aş xolishimiz bo'yicha bir jamiyat qurg'imiz var. Bir hukumat, bir davlat qurib chiqqimiz var. Demek bu şekildeki idealik insonlar intayin ko'p demek. Belki şu an dersimizni anlayotgan neçe qarindoshlarımızdan hammasining kallasida bu xil xiyol bor desak mubolag'a emas. هذه الجموع الضخمة من العاملين في المشروع bu planda işleyotgan ladin teşkil kılgan bu zor, gayet zor bir top. هذه الجموع الضخمة gayet zor top. لابد çuqum ve enne aleyhim beva'iz. Ulanın kaşında bir sebep oluş gerek. Bir türkü buluş gerek. Ki bu türkü ulanı özgertiş peyda kılışta da aktif katlaşış tarafka isteyen bir türkü oluş gerek ki nime üçün geldi bu hareketke. Anladın da bu demekçiyim. Ne demekçi insanlar? Bu sahaya katlaşkan her adam rutini şekilde gündelik hizmetimken, bir kişilik vazifemken, cemiyetlikten almışsa bu sahaya çıktı emez. Bularını içiden muşu hareketke heydep doğan bir nasip oluş gerek. Bana bir gaplarımız var ya bizden ki bala terapiyede işte. Ballarını kızıkkan kesip biriş gerek dediğin bir gapımız var. Ne için? Dese çünkü insan bir nasiki kızıkkan vaxtıda İşçiden şununla bir göz bağlığa vaxtıda İşçiden bir hareketlendirgüç güç şu tarafki o adamına qanaqa vaxtıda iştege vaxtıda onun kuludun yaman çoğunçlık ediyordu. Abdur dağıtıdı ki da qarası bir adam cemiyet hemmeden aşın tarafı qarab bana vatqan. Buptu bugün şu bak aqqan bazar şuken deplam şu bazağa kirge adam aşın ayga çıqanmaydı. Bununla bir kalbidin, vücudidin, içki dünyasından muşu işe istegen bir küç oluş gerek. Yani bir bahanesi oluş gerek onunki. Bir sebebi oluş gerek, bir türkü oluş gerek ki o keçi gündüz muşu iş için işlesin demekçi. Bir adam bir işini mesela vücudidin çıkırıp kılgan bilen bunda bir nötkep kılıp kılganın oturda netice, iş ünümü hem cihette asman zemin nimesi var, farkı var. Bir işini suyap kılgan iş ile başkalar tarafından belgilenip kılgan işinin asman zemin farkı var. Şuna dikkat kılsanlar başka her qanday işini maşhur edemselip kıldığı oldu. Lekin şu dini islahat, dini sahadik işini bir adamga maşhur kıldığı olmaydı. Vücududan çıkarıp durup kılış gerek. Vücududan çıkarıp durup. Yani o adam benim hayati planım bu. Benim hayat nişanım bu degan noktayı keptirip kılış gerek ki o vaqtda üzünü bütünley bunu bağışlay alaydı demekçi. Qarang, aslında Abdur şunu ifadeladı ki ve tuani el-kesretul galibe minel müşarikine fil meşru'al islami. İslami planga qatnaşqanlarning köpüncisi nimedin japa tatıvatıdı, nimenin xapalıqını kurvatıdı dese, muşu türtke sebeplerini bekitişki qadırlanmaslık, onu izahlayanmaslık, başkalığı çöndürülmeslik. Muşu ondan qanaq vatıdı, japa tatıvatıdı. Yani özü cevap vermeydi. Nime için bu işini kıldınız? Hem de şu mesela değil, bazı qarindoshlarimiz dini sahada xizmat qilyapti, yoki mushsahada xizmat qilyapti desak, nimda bu sohaga kelib qolgansizlar desa, shu maktab bitiribdimiz, o'qish bitiribdimiz, qilgudek boshqa ish yo'q. Masalan, iloyat o'qibdimiz, dinda o'qibdimiz, shu ishni qilmasak boshqa ish yo'q. Bu sabab emas buchu. Buni boshqalarga qoyil qilish uchun bo'lmaydi bu gapninki. Dedik ya, bu plan en çok başkanlığı qayil qilish orqali, bu planga tatib ekilish orqali, şu planga qanoat qildirish orqali qalba qildigan plan. Üzən vücudundan, qalbingdan bu ishga bağlanmasan, tabii ki başqalarına emas, üzən ona qayil qılanmaysa, başqalarına izahlayanmaysa, neticede
işning unumi o kadar güzel bo'lmaydi qarindoshlar. Fahiya bin nisbati lahum, bu ish bularga nisbatan kainun hulami, yani yumuşak, zor bir barlık bulab yastash'iruna wujudahu, barliqni his qilib degan gap. Bundan ham ish qilib qilayotgan ekan bunda. Balki qilyapmiz. Masalan bu şekilde. Şu biz cemiyet muşunun bazırı çıktı bu şekilde. Yani bunu biz burun üyengen dini tilla ifadelersek, yani ihlas vücudunun çıkarıp qana qilish meselesi. Yani bunda bir nokta var qarindoshlar. Bir adamdan ki bununla nispeten kalbiden bağlanıp durup kılgan bilen, ama yolunun yeriminden bunda yolda qetlip qalgan adamның farqı nima desanglar, yoldan qetlip qalgan adam bir ishqa cemiyet vaqti kelib o ishning bazırı ketip qalsa taşladı onu. Yine bazıra çıkan işlerge qetildi. Makalanda yine uylanglar mani. Kalbiden çıkıp kılgan adam hayatının ahirgacha şu iş üstüde qilib qoladi. Masalan deyli, jihad, urush. Urushga qalbidan, jihadga qalbidan bağlangan adam bütün mujahidning inovati ko'tarilib, hammadan voy mujahid deb kütürep kessimo o'xshash. Hammadan tillab terrorchi deb, masalan, go'yo bepay o'qitib bakmay deb tillab kessimo o'xshash. Chunki uning qalbidan bog'langan. Bir xalqni da'vat qilgan odam hammadan voy qorim, voy damollam, voy maqsumajim deb kütärge vaqtimi o'xshash. Hem şu mol degan nazar deb hammadan tashlayotgan vaqtimi o'xshash. Mao qalbidan bog'langan odamning ifodasi. Mao mana biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan bavais şu. Bavais. Ammo aksi şekilde mujahidning bozor chiqsa shaqqida muskul chiqiradigan maykalarni kiyib oliblar bunda yop. Mujahidning shuna bozor o'lsa ko'z yumib lekin menga uytib boshqa ish qildigan. Da'vatchining bozor chiqsa shaqqida da'vatchi bo'ladigan, yeni bir narsaning bozor chiqsa shaqqida yeni bir narsa bo'ladigan, bunda bazarchi insonlar yo'q emas. Mavlada bunda bavais yo'q. Bularning sababi yo'q. Bularni bu xizmatni qilishga ittiradigan bir turtki yo'q. Bularning ko'zaydigan nima desa baza kimning olsa shu tarafda. Yani nima aqsa, mana shu vaqtda yeti bazarchi deb qo'yamiz bularni. Nima aqsa şu tarafta peyda olur endi. Munda bo'lib qolsa ma ish oqmaydi demakchi. Belki bular to'liq ishonch va endi bunda men bayatni masalani taxmin izohlayman deb biroz chatga chiqib qoldim. Ama kitap chatga chiqmoqlik, kitap biroz markazda, biroz qalbi yaxshi bo'lsa-mu, masalaga nisbatan to'g'ri qarasam, ammo Türk'ine yani sebepni muayyen şekilde belgileyenmezlik üstüde kitibatıdı. Ben biraz chatga chiqib qoldim, yani ihlas meselesiga ketib qoldim. Abdurning so'zlayotgan doira chekchigirsi u tarafiga chiqib ketmadi. O'zi ihlasman, ko'ngli yaxshi, ammo o'zining nima uchun bu ishni qildiganligiga nisbatan tam aniq bir tushunchaga ega bo'lmagan, o'zimi depremaydigan bir holatda so'zlayotdi. Balkim bular to'liq jazmiyat ustida va şunun bağlıqının to'liq bir ishonch ustida. Zaten bir bavais ba. O bir vücudun bulan ittirib turadigan bir turtki ba. İlla amma bula bunun şekli ve dairesini bekitemeydi. La yastati'una tehdid şeklihi ev ab'adihi. Bunun şekli yoki dairesini qanaqlamaydi, bekitemeydi. Ve onu süpatlash, sizib birish, belgilab birish kimi qadrlanmaydi. Mana bavais degan mashta narsa. Bavais mushu. Bu bavais ne? Bu turtkini bu sahada ish qilayotganlar, xizmat qilayotganlar his qiladi, baliqiga jazm qiladi, o'zining qo'g'isining o'tirisida, lekin bular buni izohlayolmaydi, sifatlarini inchki bir şekilde sifatlab bermaydi, ilmiy bir şekilde ummatning qolgan qismlariga özünün karvanıga qo'shilish uchun. Ma kamchilikning gapini qilyapti. Men biroz ixlos babiga o'tib, yani menfaat parastlarning tarpiga o'tib ketib qoldim, lekin ixlos men bo'lsam, ama
bilmeslik, izahlayamazlık bir mesele. Şimdi bularning qalbi sal ko'ngli yerim bo'ladi. Bilmagandikin, qilolmagandikin, izahlayolmagandikin ve bularning so'zlar bularning tillarida harakat qiladi. Bular o'zida ishonchni yo'qsil. Buning salbiy tarafi ma'o. Ya'ni o'zining qilayotgan ishining xarakterini bilmaslik, undan keyin mushu ishqa nima uchun kirdi buni diyemmaslik, bularning o'zida avval ishonchini yo'q qiladi ve ko'pincha kishilar mush tufaylidan buningdan qanday qiladi, kechikadi. Endi men sizlarga bir savol so'ray, balki buni sizlar xat orqali aktiv qatnashsanglar buning izohati balki qalbimizda aydınlaşışı mümkün. Mush to'g'risidagi bir savol endi bu. Men diqqat qilsak, biz qadimgi zamonga ketmayli, yiroqlab ketmayli. O'zimizning navbatdagi ahvoliga qarab turib bir savol qo'yay. Ba'zi mushu millatni o'yg'itaman, siyosiy faoliyat qilaman deyotganlar millatga mustaqillik va'da qiladi. Ba'zi millatimizga hurlik, ozodlik va'da qiladi. Ba'zi hozir men deyotgan gap shu, milliy ruhni tirildirsak deyotdi. Ba'zi diniy ruhni tirildirsak deyotdi. Shunday hisoblash. Gapni tushunish bo'ladi-ku, ha? Bunda ben nutqini anlap bakıdığanızlar bazıları şu sahada hizmet kıvatkallarının, aktif iş kıvatkallarının ki bazılar bizge bir devlet vədə qılıdamdı. Bazılar mesela devletimiz müstakil olsa tabii ki onu hemilen xalayımız. Bazılarımız Uygurlarımız dünyada kaydetmeyi baş götürüp çıksa diyen nesine vədə qılıdı. Tekrarlı tayfır qıttım. Bazılar bizde bir milli ruhunu uygutup qarindoshlarımızın tatıyatqan ayadaki azaplarını göz aldığımızda keltiriş arqalıq biraz oğumuzni qaynatıdı şunda ama bazılar dini bir faaliyetlerimizni qılanmağanlıq, dini ibadetlerimizni qılanmağanlıq, Allah'ın kelimesinden ki bizning vatanda ali makamı ütenmegenlikini ortaga qaptırıp bizni unda qoptağılı tirjetemdi. Dedim ya bayadaqının hemmesi bizni ornumuzdan dest toğuzuşdan bir faaliyetlik aktiflaştırışından bir sebepleri sübütüde sözleydemdi. Köyatkansın buna. Sizlerince en ünümlük ademni kopturduğun ornudun. Muş sahada can tikip işleşke türtkuluduğun obdan bavahisin bir intepanla zaten kaysi sebep kaysi türtke yani nim desek xex masahada en bir yaxşı şekilde uygunudu, yaxşı şekilde üzünü ataydı. Depekma ben bayatın bir nerçin tıl kaldım ya devletimizden kuruluşu. Ondan keyin Uygurlarning erkinlikka chiqishi, xalqlarning qutilishi. Ondan keyin yani o bu. Ben sana olsanca bayatın dedim ya qaysi millatni unda kallasını silkip uyg'utalaydi. Yoki bu sohaga kirgan odamning bunda vücudu bilan o'zini ataydigan holatga akilalaydi. Ezonlar qarindoshlar. Depaqinglar qaysi agar unumli bo'lsa, men shuni qo'llayman. Depaqinglar qani. Dini uyg'unish. Yana chu. Ruhiy uyg'unish masalan. Depaqinglar, hemen depaqinglar. Mençeliki bu bir ortaklaşışımız kerakmış cəhətdə. Çünki əqasanın şu gapını ətəgün xalqni bu yolga çağırırsızlar. Başqalarını muş yolga özünü atat quzuşunun ki en güzel bir terpi qaysı. Yani qaysı gapni deb ularga nimani va'da qilib bu yolu o'zini atat qiloldi. Men o'ylayman qarindoshlar. Nurg'un qarindoshlarimiz, men o'zimning o'ylaganimday bu sizlarga men tangmayman. Sizlarga tabiiy tangmayman, ama sizlar bir bu sohadagi adam bo'lish bilan bilan her narsani deb beqishinglar mumkin, her narsa kalanglarga kelishi mumkin. Masalan, menda o'ylayman, vatan mustaqilligi desa
men paranglashib bakkan yoki etrafida gapini anglab bakkan adamlarning ko'pinchisi vatanning mustaqilligini hayotida ko'rgisi bor ekan. Vatanning mustaqilligini hayotida ko'rgisi bor ekan. Hey adamlar, vatan anda bizning hayotimizda 10-15 yilda nim bo'lmaydi, anda asan mustaqil olmaydi, balkim bizning bolalarimiz yoki ularning bolalari desa, ucu bu ishni deb qilsinlar, bu ishdan keyiniga chekinadi ekan. Yo'q, sen zodi hayotingda vatanning mustaqilligini ko'rsa desa, 5 yil mangadi ekan, 10 yil mangadi ekan, yavaş asta bu yo'lning sirtiga chiqib ketadi ekan va atrofdagilarni qana qildi ekan, yondirdi ekan. Bunu men nerede gördüm desanglar, Hasan Mahsum'nunki keyniga ergişip, mesela Pakistan, Afganistan'da Hasan Mahsum bilan birga hareket qilgan, necha yuz, necha ming adam bor. Bugun İstanbul'da jiq bo'lgan adamlar. Shularning asosan men kurashgan har qandayning ruhi tushib ketib, sıfır nollab qolgandi. Bugun o'rtaga kelsa, nollab qiladigan hisobda. Nimishqa? Ay bu işlanda asan iş emas. Bu şekilde. Hatta halifi alimler biz manfaqda o'qishlarda masalan. Manfaqda o'qishlarda. Ayga chiqmaydi qarashlar. Ma şekilde iradaga kelib qolaqliq endi. Shuni qaraganda vatan mustaqilligi deb, to'g'ri, u bir nishon u. Uning nishonidan qat'iy chekinish ko'rmay, ammo boshqalarni qo'zg'otib, mush harakatga o'zini odat qo'zishda umu unumlik to'g'ri emasdek. Uyg'urning erkinligi, Uyg'urning tatayotgan japa mushaqqatlaridan Uyg'urni qutqizish desa, yana dushman favqulodda kuchli bo'lgan ekan. Yani bu mu gerçi azroq vijdonini qaynatganda qilgan bilan bu yo'lga o'zini odat qozonmaydi ekan. Bu asosan qilinmaydi ekan mening tushunjamda. Men buni Rasulullohning davrida ish ma'bak ta'sir qiliqliq. Ish qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom Makkada qattiq xafliq tatliqandi. Daha travmaga bir holatga yetdik. Medinadan bir blok sahabelar vaqtimi Arablarning aş müşriklik davrida bir haj va shu hajni qilg'ili, shu haj bahanasi bilan boradi. Rasululloh bilan bir ikki qatimni uchrashdi ular. Oldingi yili bir qatim, keyingi yili bir qatim ko'rishdi. Rasulullohga iymon etib musulmon bo'ldi hisobda. Musulmonlarga vakolatan 72 adam barot bilislar va hadismi bor to'g'risida. Bu 72 adam Payg'ambar alayhisalom bilan maxfiy minoda ko'rishib, Rasululloh Madinaga borsa, Rasulullohni jon tikib, bizning oilasini qo'g'dagandek qo'g'dashga va'da berdi. Va'da bergan vaqtida bular deydi-ki, Rasululloh bularni bay'at olgan vaqtda biz mashta qilsak, biz nima girishimiz deydi. Yani halqiliq bir nokta. Yani bular bu ishga nima uchun kiramiz deydi. Yani bu yerdagi bu ishni qilishdagi bavaisni so'rayotdi bular Rasulullohdan. Sizlar danglar qarindoshlar. Agar Rasululloh bularga shu vaqtda kelgusida yo'g'on islom shu arablarni hammani birlashtirgan bir islom davlati quramiz desa yoki. Kisra, şu vaqtdagi Kisra degan bugungi kundagi ko'zimizga Amerikada, Yevropada ko'rinayotgan yo'g'on bir qudratli davlat hamdi. Kisra'nın taxtini men sizlarga apirman desa, yoki Rum hamda bugun Amerikadan cho'ng bir gap bu vaqtda uni tarixni o'qisan bilasizlar. Rumninki butun davlatini yiqib hammaga hokimiyat qilamiz degan bo'lsa, mencha o qadar ma'nosli odamlar. Rasululloh nayda oddiy bir javob berdi. U bo'lsa nima bilamizlar? Jannat. Sizlarga jannat var dedi, boshqa qilmadi. Ular o kadar va'dilni, o kadar bay'atlarni verib tamamsini biz qo'g'daymiz. Madinaga kelsak, oilamizni, ayol qizlarimizni qanday qo'g'disak, shunda qo'g'daymiz. Endi buning qarshiligida nima bor debdi jannat dedi. Insonni jannatdan boshqa bir ishga o'zini otat qiladigan bir narsa yo'q. Jannat o'g'a vaqtda bugun o'lsam bo'ladi men. Erta o'lsam bo'ladi. Yeter ki men jannatga mana tushuninglar yaqin qarindoshlar. Bizning vatanning mustaqilligi nishon. Qarindoshlarimizning Xitoyning qo'ldagi dard azobdan qutuldirish nishon. Ammo men bu ishlarning hammani nima uchun qilaman? Hammani nima uchun qilaman desa, jannat boshqa narsa emas. Men davlat qurishga bo'lgan nishonga otlanishim, jannat boshqa. Haliqi qaysi bir jang Uhud yoki Badr ikkisining birisi.
nima deymiz endi? Bir xil ümidsizlanib ketdi, meydan ümidsizlikka aylanib ketdi. Chunki jang biroz ta'tirga mangdi o'g'ay shu vaqtda esimda qilishcha. Rasululloh shu vaqtda bir chaqiriq qildi o'ylanga. Mushu jangga kirib, ulab ketgan jannatga kiradi degandek mazmunli bir chaqiriq qildi. Bo'ldi, jannatga kiradigan bo'lib qolsa, chunki yengish ehtimoli yo'q o jangda shu vaqtdagi ne kayfiyat, umumiy shakllanib qolgan kayfiyat, bir xil yengilish kayfiyati bor. Jangning umumiy ahvoli. Xomiyab o'ltirgan sahobadan birisi yavatgan xomisini tashlablam jangga kiriblam shahid bo'ldi. Ya'ni insonni oxirgacha mangduralatgan, umid uzmay oxirgacha davom qildirgan birdan narsa jannat. Agar mushu jannat ifodasi bu burun batdi bizda. Mana qaranglar. Men buni bir deyishimning bir sababi vatandan açık eve çıkmasının altıda battı. Cennet iddiisi mi bizden kalımızda battı. Şunu biz alaka aşı Kur'an'ın medresinde çaşkan bilen nantalışıp oturup okusak mı okugan. Çünkü cennet. Beşimizde Xitayning tutuveliş tehdidi egip tusumu okugan kokmay kapkaranlık öyle. Çünkü bizge vədə qılınğını cennetdi. Bir tünlük yok öyle. 8 gün 10 günlep hazır bir 4-5 gün karantin astığı elenip çidiyanmay kaldık. O vakitte 8 günlep 10 günlep oldurttuk oyun çıkmayı çünkü cennet vattı. O kadar cık sandık adamlarımız neçe 10.000 kilometrenin piyade yollanıp çıkan çünkü ulanın kallısı cennet vattı. Cennet vattı. Ama bugün ortada kishilarni qo'zg'aydigan sabab o'zgar kutib qolib qoldi. Ya'ni mana shu vaqtda kishilarni ko'zlash, kishilarni bir nuqtaga ep minish vositasi o'zgarib ketib qoldi. Buni nimishqa o'zgartdi bilamizlar? Buni diniy adamlardan tortib o'zgartdi. Nimishqa desa, bizning odamlarimiz jannat deb yaxshilik bo'lsa, yaxshi yo'llan bo'lsa mangan. Masalan, aqallisi Suriye'deki cihat yoki Suriye'deki urushlarga nisbatan şu bizning odamlarimiz boshqa narsadan ko'zlab boqgan narsa emas. Yerda dadisi yo'q, onasi yo'q yerda. Butun oyada qiliqliq, jannat deb birliq. Bizning odamlarimiz mishanga ketib qoldi. Ulib o'lish uchun. Jannat kesaklan bo'ldi deb, ma xalqning qo'zg'aytgan bir energiyani uchirtib qoldik. Har xil narsani va'da qilib qoldik boshqa. Cennetin başka narsa bizni bu yolda devam kıldıramaydı kardeşler. Nişanımız inik olsun. Düşmanımız inik olsun. Hemme haritini sizaylı, basqıçlarını muayyenleştireyli, basqıçlıdaki vasıtlarını muayyenleştireyli. Lekin bizni qo'zg'aydigan narsa cennet olsun. Başka narsa emas. Başka her qanday narsa bizni bu yolda oxirigacha mangduramaydi. Nimishqa? Bugün Türkistan'daki qiynalıyotgan jafo mushaqqat mushuni yo'q qilsa qildi desa, bugun xotirjam yashayotgan, rahat yashayotgan insonlar bor. Ular deydi, agar ashuni nishon qila olsak deydi-ki, men nima qilmoq xapliq tortib. Mening oilam bu yerda. Uyam bor, mashinam bor, bir güzel xizmatim bor. Men ana mashta qilib bolalarni tarbiyalab, namozimni o'qib, bekishlik musulmonlikni qilib yashayman. Men bu ishlarga qatnashib qanday qilaman deydi. Devletni va'da qilib ket ularga. Ular deydi-ki, qarab bakıp bu bir Esadday oddiy adamni o'rib bo'lolmay onun yanının haqida. Neçe ming adamning qini to'kildi. Neçe milyon adam yurtini tashlab sarson bo'ldi. Milyonga yaqin adam o'ldi. O kuchli Xitoyni qanday yengib bir davlat qurib qo'yildi. O baka gap, quruq gap. Bu şekilde ortaya çıkıyordu. Onu kulağımız mı, iki kulak ham, göz kulak anlaqlık hem de onu. Şuna cennetten başkası hiç kimni bu yolda ahirgacha karşılıksız, bedelsiz yüzünü atıp durup manguzanmaydı kardeşler. Bugünkü Abdurrahman temesi nayeti güzel tema. Yani bavais. Bu yolda hiç kimki hiç nesvede kılanmayız. Bu yolga qatnaşadiganlar dunyolikdan bir narsa qatnaşmasin. Cennet isteganlik kirsin ki natija qanday chiqsa Alloh uning jannatini bir yeradi.
muş şekilde mansın davatıdı. Yani bizden Abdurrahman güzel ifadelepti. Meşhedur Rahin. Bizden Uygur cemiyetimiz deli şu nokta kılırlık. İşenmesanlar bugün muş gepni anıldığınızda etrafınlık edemildin iş kıvatkalladın cuma şundan sonra bakınlar cennet duygusu, cennet ifadesi az kılırlık bizde. Cennetini gözle bir iş kıldık adem az kılırlık hazır. Şuna ne iş kılsak işimiz akmavatıdı. Yolunun oturustan kanakvatımız keynegi çikinivatımız kırındaşlı keynegi. Pek mühim nokta. Raf'ul vakia. ليراجع العاملون في كل مكان أنفسهم. Şuna her sahada, her orunda hizmet kıvatqalla aval özüge bir müracaat kılıp qaytış gerek. Özüge bir qaraş gerek. Ve liyuhavilu en yeşrehu li anfusihim ve özüge ve özünün etrafıdakilerge İslami güllünüş, İslami uygunuşunun sebeplerini izahlaşqa uğrunuş gerek. İzahlaşqa uğrunuş gerek. فَإِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ شَرِحِهَا Eğer ola şunu izahlayalığanda, izahlaş imkanı iyi boğanda ve onu addilaştırış imkanı iyi boğanda ve onu izahlayalasa, şerhi kılalasa, izahlayalasa فَبِهَا وَنِعْمَةً Tehmi güzel. Tehmi güzel. وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا Eğer kılamıgan takdirde biz bilen İslami sahada hizmet kılatqanlarning hammasining o'tirdiki ortak asası büyük bir bavais, bir türtkini muayyanlashtirishda ve şunun asasida bir yerga keladigan, şunun etrafiga yig'iladigan, yaltaffuni gap yig'iladigan şu büyük asasi bavaisni muqimlashda biz bilan billa qanaqa olsun başlasın deydi. Biz bilan billa başlasın. Bir savaqdishimiz naumid kishiga cennetmi yetkisi debdi. Naumid kishiga her narsa yetkisi demdi. Cennetning Allahning Rasuli ta'riflagan bir tarafi nima desanglar? Men bir xizmatga kirdim. Bugun mushu xizmatda shahid oldum. Menga jannat berilaverdi. 100 yıl mushu xizmatning ustida turib davomlashdim, g'ozi oldum. Allah menga jannatni berilaverdi. Halid ibn Velidga o'xshash necha yuzlagan urushlarga qatnashib, oxirisi ko'p ustiylab kelsimi, Allah jannatni berilaverdi. Ba'zi sahobalar va musulmon bo'lib 2 soat ichida balkim bevaqt namoz o'qimadi, shahid bo'lib ketdi, jannatni berilaverdi. Jannatning ifodasi bu bizga, jannatning aqidasi bu bizga tushuntirilgan aqidasi. Qur'on hadisning ko'rinimiz bu. Shunga mencha jannat eng yaxshi bavais ularlaydı bizni qo'zg'aydigan. Endi kitobda u nuqtaga kelmadi, ama men biroz oldirab qilib jenim sizlarga davatkim keldi buni. Demek hem öyle mushu bavaisni aramızda tarqatishga kuchash kerak. Kishilarga mushu nuqtani tushuntirishga kuchash kerak, urinish kerak. Xalqning kallasidan hammasi agar mushu niyatga kelib bo'lsa, qolgan har qanday ish qilmaydi bizning odamlarimiz. Zaten 9000 kilometrini o tağ, o deniz, o derya demey atlab kelgan adamlarimiz her ishni qiladi. O Suriyada emineti tuqqanlari yo'q. O'zining davlati emas, o'zining yurti emas, eşyaga jannatida bag'a adamlar cho'qim har yerga boradi. Afg'onistonning tog'larida shu quruq kakchilarni yegan, quruq nonlarni yegan adamlar çoğun bizim hayatımızda her işe tayyor. Mişqa bugungi adamimizning maoshga kirishmasligining sababi bir cennet yo'qolib ketib boradi ma qalbdan-chu. Agar mushuni biz kishilarga qaytadan tekrar umumlashtira olsak, mushuni bir tirishib baqsak va tu'inu hadhihi al-muhavala, bu tirishish bizni qorishib turgan navbatdagi realligimizni ko'tarishga ve çatak bağ urununu belgilep tepişimizge yardım ediyor ki hazır bizdeki pasiflik şu vakti kötüydü. Hazır bizdeki pasiflik. Mesela bir misal alayım. Ben İstanbul'a kelgen 4 yıldan bu yan vatanning yolları yeniden takılıp hem öyle son ata-analar bilan ko'rishmay qattiq jilolab
qattiq ichi echishib, qanda go'yli bu deb ash o'g'zi qaynab turgan vaqtda namoyish debdik. Zada o san sanaqsa demchi ketdimdi. Ba'zi namoyishlarda 5-6 ming, 7-8 ming shundami ya. Nimishqa kallasga shu kiyaliqlikka maşta qilsaq, bir ish bular deb o'ylaqliq hamdalik. Bir narsani o'ylaqliq, bularni qo'zg'ab chiqqan narsa ochchig'i. Ash vaqtdagi hayojini, ya'ni bavois, shu vaqtdagi bavois biroz ichi qaynab qaqliq. Vaqtning o'tishiga ergishib, 1 qildik, 2 qildik, 3 qildik, 1 yil qildik, 2 yil qildik. Qarasam bu yilda jiq odamni yenib qopdi. Nimishqa ko'nglidagi bularni yerga qo'zg'ab chiqqan bavois amalga oshmayapti shu. Ammo Allah rizoligi, Allohning roziligi, jannat niyati bilan har qanday qilingan ish balkim 2, 3, 4, 5 qadamda vaqtliq natija chiqmasa-mo qana qildi davomlashtiriladi. Mutlaqo davomlashtiriladi. Xuddi buni ash vatandagi Xitoyning o kadar besimleri aldı da dini o'qitishni, diniy o'qitishni. Masalan, o'qitib tursak akirib etadi. O'qitib tursak akirib sulutudi, kesib etadi, masalan. Bir adam turmuğa 4-5 yillik ketadi, yana kelib kelgan hapsini tortib, yana o'qishga boshlaydi, o'qitishga boshlaydi. Va hammasi shu vaqtdagi bizning ash vujudimizga singib ketgan jannat ifodasi, Allohning roziligi ifodasi, boshqa narsa emas. Ana olsa nereden başlayımız? Noktatılı başlaş noktası. نستعرض في هذا المشهد البواعث الكبرى للنهضة الإسلامية. Biz bu meşhette, bu sahnede İslami uygunlaşından, İslami kurtuluşundan ki büyük, çoğun bava'iz Türklerini körep büyüdümüz. Biz birinci sahnede, birinci meşhette, birinci görünüşte mühim bir meselege işaret kılgandık. Vaqad eşerna fil meşhedil evvel ila qaddiyetin hamme. O meselenin mezmunu, mezmunu olsa insani fikrinin birinci basqıçı ve o fikrini teşkilleşinki barlıq keltirişinin şekli, ehvali olsun merce'i nesinin ham maddi seviyesi. Merce'i nesinin ham maddi seviyesi ki en burun insanını nime menbe olur dese nes. Meyli o nes mukaddes dini kitaplarının nesliga okşaş. Ya ki turasi özünün milli ya ki özünün büyüklerden kap kalgan. Yani aşı birinci basqışta oxup öttük bunumuz Mustafa Nususul Mercaiye ve Turas Thaqafiye digerde. Hemen onu babını bilüsle İsa'nın devam edince. Andayken ikinci Mustafa'da, ikinci basqışta fikirladın. O olsumu akıl taşlaydıgan bazı kirgizmeler, tasavvuratlar ki devrininki, esrininki medeniyeti bilen maskadani mağdıgan ve bilimleri bilen maskadani mağdıgan. O ikinci basqıştı. Yani Mustafa thaqafetil asr ve kanaati hitti. Biz onu namuzil evvelde bunu okugan. Emdi biz ma meşhed ve senuhavilu min hilal isti'rad hadal meşhed. Ma meşhedni, ma körünüş, hazır ki biz nöbet kelgen ma körünüşni köz yürütüş arkalık nimege urunumuz dese güllünüş okuguchilarının tefekkür kılışda yeni bir kisek bina kılışka urunumuz ki nimarlıktan ise İslami güllünüşününki büyük türkülerini kana kılış arkalık okuş jaryanında okuş arkalık bir yeni bir kisek kurup çıkımız. Yani mabek muhim halka demekçi. Aşı kurup çıkış ve zalike nima arkalık buludu dese muşu sualga cevap berişke urunuş aralığıda buludu ki bizge koyulduğun bir sual var. O olsun qaysi İslami cemiyetlerdeki güllünüş fikri yol koyulgan, yani bir güllünüş fikrini yol koygan birinci Türkçe nimo muharrikat degan Türkçe okşaş bava İslam bir manada. Yani bu sual biz nime üçün nime biz bu yolga çıkardı? Biz nime üçün bu yolga çıktık? Nişan noktasını demezsem ama ne? Türkü noktasını soravatıdı. Biz nime üçün bu yolga çıktık? Bu planga atladık, kadem aldık.
nişan noktasında emas, nişan bo'lib qolsa, vatanimizda islomiy bayroqni lafildatish, Allohning kalimasini ustun qilish. Bu nişan. Ama bizni muşunun hatta vatanimizda islomiy bayroqni, Allohning kalimasini ustun qilib lapildatishga ibbagan narsa nima? Ashta qilsak nima bo'ladi? Biz nima kirishimiz? Xuddi sahobalar so'rgan savol Rasulullohdan. Mina tag'ida turib, Rasulullahga bay'at bilan vaqtida Resulullah'ın soğan sualki sahabeler biz nima girishimiz? Biz makr meşhed o'qish orqali mushu darsniki hozirgi mushu qismini al-mashhadu thani ya'ni bavaid kubra dedik ya, mushuni o'qish jarayonida mush savolga javob topamizki, nima uchun bu yo'lga qatnashimiz? Nişanlarını man kösetmenglar yoki nişanlarını orta qo'yib o'ltirmaydi. Masalan, mustaqillashish, davlat qurish, u nishon. Zaten davlat qurib nima kirishmoqchi? Agar davlat qurmoqchi desa, bugun Turkiya fuqaroligini olgan, Turkiyada o kadar güzel yashayotgan uyg'urlarimiz bor. Bularni qo'zg'atolmaymiz masalan. Bularga nima hojat? Bularning qo'lida kimlik va o'zining davlati va to'liq huquqi, kuchga egilgan bir davlati va tijoratlari va xizmati va masalan bular chiqmaslik kerakmi masalan? Belkim o bizning vatanda lapillaydigan bayroqni ko'rmasligimiz mumkin biz. Yo'lning tagida shahidlab ketishimiz mumkin. O ali olgan Allohning kalimasini biz ko'rmasligimiz mumkin. Yo'lning o'rtasida dunyoga ketishimiz mumkin. Unda bo'lsa bizni mush yo'lga chiqargan muharrikatul ula birinchi kuch nima? Mush savolga javob topish kerak kelmedi. Bizning darsimiz inshaalloh boshlanish nuqtasi musha bo'ladi. Biz mushu nuqtani markaz qilgan yoki boshlanish nuqtasi qilgan bir shaklda qana qilamiz darsimizni davom qilamiz qarindoshlar. Bugun vaqt munosib turilmishida to'xtayli. Boshlab ketsak yana azroq o'qib qoldiqandek qilamiz. Buguncha musha to'xtayli. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.